2025 yilgi Chevrolet Damas yangi avlod mikroavtobusi sifatida O'zbekiston yo'llari uchun qulay, ixcham va iqtisodiy transport vositasi sifatida taqdim etilmoqda. Ushbu model avvalgi versiyalarning sadoqatli foydalanuvchilarini yanada qulaylik, yaxshilangan dizayn va zamonaviy texnologiyalar bilan xursand qiladi. Damas har doim o'zining kichik o'lchamlari, oson boshqarilishi va past yoqilg'i sarfi bilan mashhur bo'lgan. Endilikda esa 2025 yilgi model yanada samarali va xavfsiz bo'ldi. Uning tashqi ko'rinishi biroz zamonaviylashtirilgan. Old bamper, faralar va radiator panjarasi yangicha shaklda ishlab chiqilgan bo'lib, avtomobilga zamonaviy va ishonchli ko'rinish beradi. Ichki qismi ham avvalgilarga qaraganda qulayroq, ergonomik o'rindiqlar, yangilangan boshqaruv paneli va yaxshilangan shamollatish tizimi haydovchi hamda yo'lovchilar uchun yanada qulay sharoit yaratadi. Texnik jihatdan Chevrolet Damas 2025 yilda 8 litrli 3 silindrli benzin dvigateli bilan taqdim etiladi. Bu dvigatel 38 ot kuchi ishlab chiqaradi va past yoqilg'i sarfi bilan ajralib turadi. Bu esa uni iqtisodiy transport vositasiga aylantiradi. 5 pog'onali mexanik uzatma qutisi silliq uzatish imkonini beradi va shahar sharoitida ham, qisqa masofali tashishlarda ham ideal yechimdir. Orqa gildiraklar harakati avtomobilning yuk tashish quvvatini oshiradi va Damasning o'ziga xos barqarorligini ta'minlaydi. 2025 yilgi modelda tormoz tizimi ham yaxshilangan, xavfsizlik darajasi yuqori bo'lib, yo'lovchilarning ishonchini oshiradi. Chevrolet Damas har doim kichik biznes egalari, oilaviy foydalanish yoki tashish xizmatlari uchun eng maqbul variant bo'lib kelgan. Uning yukxona sigimi yetarlicha katta, o'rindiqlari buklanadigan shaklda ishlab chiqilgan va bu foydalanuvchiga ko'p funksionallikni beradi. Yangi modelda shovqin izolyatsiyasi yaxshilangan. Bu esa haydovchi uchun tinch va qulay muhit yaratadi. Yo'lovchi salonidagi yangi materiallar esa chidamlilik va estetik ko'rinishni ta'minlaydi. Shuningdek, 202